Очистительda, havo tozalagichda Wi-Fi'da ulashda ko'pchilik sal qiynaladi. Shuni tez video qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hop, mana ishlayapti. O'chirasizlar. O'chirgandan keyin mod knopkasi bor. Shuni bosib turasizlar. Mana yozuv chiqadi. Wi-Fi datchik yonishi kerak. Agar yonmasa, ikkinchi uslub qo'llaysizlar. Power bilan modni ikkalasini bir vaqtda bosib turasizlar. 6-7 sekund bosganinglarda o'zidan datchik yonadi Wi-Fi'ga yonda. Keyin o'zini maxsus ilovasi bor. Shundan skachach qilish kerak programmani. Hozir mana qo'yamiz. Tak, bundoq kirasizlar QR kod bilan. Hop, kirgandan keyin programma kirgandan keyin uchetni zapis so'raydi. Agar uchetni zapisinglar bo'lsa, kiringlar, bo'lmasa so'zlash qilaverasizlar. Hop. So'zlash qilasizlar, o'zingizlar emaillar yozasizlar. Email yozilgandan keyin o'sha soglasheniyaga boshlasizlar. Hop, ilovaga kirgandan keyin buni telefonni o'zi Wi-Fi ga ulangan bo'lishi kerak. Hozir Wi-Fi ga ulaymiz. Hop. Keyin Bluetooth ham yoqib turgan bo'lishi kerak. Tak, ulandi. Wi-Fi ulandi. Endi men plusni bosamiz. Bitta. Добавить устройство chiqadi. Bu yerda hamma narsa yoqilgan. Shuni qilasiz, bosib turasiz. Hop, Wi-Fi datchik yonib turibdi. Hozir bu qidirishni boshlaydi. Mana chiqdi mana sirasi. O'ng'ulaysizlar, o'sha ulangan Wi-Fi'lari bu yerga ham qilish kerak. Hop, Wi-Fi ulangandan keyin bu yerda podключение ketadi. Telefon bilan o'sha havo tozalagich очиститель bilan ulanyapti. Hozir hop, ulangandan keyin завершить qilasizlar. Bo'lsalar ham bo'ladi bemalol. Hop, mana ko'rsatyapti. Настройкasiga kirasizlar. Bu yerdan o'sha yoqsalar ham bo'ladi. O'chirdik, yoqdik. Telefonni boshqaramiz. Skorosti 4-5. Buning eng katta yutug'i ionizzatori bor. Mana ionizzator yonib ketdi. Xohlasangiz special rejimga qo'yasizlar. Sal turib chiroqlari ham o'chadi o'sha. Telefondan boshqaraverasizlar.